Tramp Zelenskiyga tahdid qildi. U noyob yer elementlari bo'yicha bitimdan voz kechishga harakat qilmoqda. Agar u buni amalga oshirsa, juda katta muammolarga duch keladi. Endi patent 10 yilga berilishi mumkin. Vadim Kazhinov ekspert taklif qildi va hozirgi migrantlarda shunday bir joriy qildiki, ya'ni har bir dokumentlaringizni 10 yilgacha cho'zdirib olishingiz mumkin. Metan gaz narxlari oshdi. Gazlar ko'rinishga ko'tarildi. Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, sizlarga eng qaynoq va qiziqarli xabarlar berishda davom etamiz va shu orada bu hafta PlayStation va iPhone 16 Pro Max konkursimiz bor. Batafsil ma'lumotlarni Telegram kanalda qoldiraman. Kommentariyada silkasi bor. O'ting va ushbu shartlarni bajarib iPhone 16 Pro Max yo bo'lmasam PlayStation 5 sovriniga ega bo'ling. Xabarlarga tayyor bo'lsangiz, qani unda biz boshladik. Xabaringiz bor, 2025-yildan boshlab internet tarmog'ida mashhur bo'layotgan bir prezident bu Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump. Va ushbu Donald Trump bilan Zelenskiy o'rtasidagi suhbat ham internet tarmog'ida jiddiy bir muhokamalarga sabab bo'ldi. Unga sabab Zelenskiy va Trump o'rtasidagi mojaro. Ular Ukrainadagi yer qazilmalarini, ya'ni noyob yer qazilmalarini haligacha talashishmoqda. Zelenskiy rozichilik bergani yo'q, Trump esa usloviyalarini qo'ygan, lekin haligacha ushbu usloviyalarga Zelenskiy o'z imzosini qo'ygan emas. Bundan tashqari, hozirgi kunda Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlaridan haligacha yordam ko'magini kutish bilan ovora. Donald Trump esa Ukrainadagi o'sha noyob qazilmalarni o'ziga o'zlashtirib olish maqsadida. Endi bu qazilmalar hozirgi kunda O'rta Osiyoda eng noyob qazilmalar deb nomlanmoqda. Nima sababdan Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainadan ushbu qazilmalarni olishini butun xalq va tomoshabinlar bilsa kerak. Yillar davomida bo'lib o'tgan urushda Amerika Qo'shma Shtatlari oylab, yillab va hozirgi kungacha budjet bilan ushbu jangni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Lekin ushbu jang ham yakunlanish arafasida. Ukrainani bir necha qismini emas, bir necha qazilmalarni Amerika Qo'shma Shtatlari o'zlashtirib olish niyatida. Endi hozirgi kunda Ukrainaning prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z fikridan qaytgan chog'i. Donald Trumpning gaplariga qaraganda, Zelenskiy ushbu shartnomani qayta ko'rib chiqish maqsadida ekanligi aytmoqda. Keling sizlarga Donald Trumpning gaplarini qo'yib bersam. U noyob yer elementlari bo'yicha bitimdan voz kechishga harakat qilmoqda. Agar u buni amalga oshirsa, juda katta muammolarga duch keladi, deydi Donald Trump. Shu orada Vladimir Vladimirovich Putin nima qilmoqda? Vladimir Vladimirovich Putin chekada kofesini ichib, yana bahorgi mobilizatsiyani e'lon qildi. Aziz obunachilar, endi Rossiya Federatsiyasi urushni to'xtatish niyati yo'q. Ukrainani yana bosib olish maqsadida davom etmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz hozirgi voqealardan? Bir paytlar o'sha Zhirinovskiy rahmatli aytib o'tgan edi, Ukraina hukumatı butunlay yer bilan yakson bo'ladi va Ukraina hukumatı yo'q bo'lib ketadi degan bir bashorati bor edi. Hozir shu narsalarni taxmin qilsa bo'ladimi? Albatta o'zingizni fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz esa davom etamiz. Metan gaz narxlari 4100 so'mga oshgani rostmi? Hozirgi kundagi ba'zi bir metan shoxobchalariga borsangiz, metanlar endi 4100 so'mdan sotilayotgani haqida video lavhalar tarqalmoqda. Keling sizlarga ushbu video lavhani taqdim etsam. Assalomu alaykum. Gazlar ko'rinishga ko'tarildi. Oldinlari metanning narxi 3900 so'mdan hisoblayotgan bo'lsak, endi 4000 ga ko'tarildi va 4100 ga ham ko'tarilib olgani aytilmoqda. Undan tashqari, hozir propan va benzin narxlari ham oshish arafasida. Chunki hozirgi kunda soliq foiz stavkasi ham ko'tarilgani ba'zi bir xabarlarda va statistika tabletsalari bizga yetib keldi. Keling sizlarga ushbu statistika tabletsasini ham namoyish etaman va shu orada benzin narxi, ya'ni 80 benzin narxi 1 tonnasi 340
140 ming bo'lib baholanayotgan bo'lsa, 1-may yoki 1-apreldan boshlab 375 ming so'mni tashkil qiladi. 91 ham 303 ming so'mni 1 tonnasi tashkil etilayotgan bo'lsa, 1-apreldan boshlab 335 ming so'mni tashkil qiladi. Benzin narxlari deyarli 3 ming so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu qonun 1-maydan bo'ladi, ya'ni benzin va propanlarga, metanlarga esa hozirdan amalga oshmoqda. 4100 so'mdan metanni quysangiz bo'laveradi. Metan o'z yo'liga, endi o'ylaymizki tez orada yo'llarimizni ham asfalt qilib, tekis yo'lda o'sha metanlarni va benzinlarni quyib maza qilib haydab yuramiz degan umiddaman. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu narxlar sizlarni qoniqtiradimi? Kommentarda, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Tasavvur qilganmisiz, endi Rossiya Federatsiyasida patentni 10 yilga birdaniga to'laysiz. Hozirda bir oyiga deyarli $100 tashkil qilayotgan bo'lsa, endi 10 yilga bu deyarli 20 ming, 30 ming atrofida degani. Hozirgi kunda bu mavzuni Vadim Kazhinov ekspert taklif qildi va hozirgi migrantlarda shunday bir joriy qildiki, ya'ni agar siz Rossiya Federatsiyasiga tashrif buyursangiz, har bir dokumentlaringizni 10 yilgacha cho'zdirib olishingiz mumkin. Agarda ushbu taklif qoniqarli bo'lib, qonunga kiritilinsa. Endi tasavvur qiling, siz har bitta hujjatlaringizni 10 yilga cho'zdirib olasiz. Bu registratsiya bo'lsin, patent bo'lsin, turdovoy dogovor va hokazo. Rossiya Federatsiyasiga siz 10 yillik shartnoma bilan borasiz va har yili tibbiy ko'rikdan ham o'tib turishni unutmashingiz kerak bo'ladi va siz Rossiya Federatsiyasida bitta pasportingizni qandaydir 10 yillik pasportga almashtirgan bo'lasiz va o'sha yerda 10 yil ishlab, qarzlaringizdan qutulib, ish faoliyatingizni yakunlab, keyin yurtingizga qaytsangiz bo'ladi. Bo'lmasam, agar 2 yildan keyin qaytib ketsangiz, 8 yilingiz Rossiya Federatsiyasining budjetida qoladi. Ya'ni siz 10 yilga birdaniga patent va turdovoy registratsiyalarni to'lovlarini amalga oshiryapsizmi? Siz demak 10 yil Rossiya Federatsiyasi territoriyasida o'z faoliyatingizni davom etkizsangiz bo'ladi. Bu как vizaga o'xshaydi. Ya'ni Yevropalarga borib biror bir korxonada 1 yil, 2 yil yo 3 yil ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha 3 yillik turdovoy yo bo'lmasam registratsiya yoki Schengenga o'xshagan dokumentlarni amalga oshirganga o'xshaydi. Как bu viza kabi. Vadim ekspertni gaplari bu qoniqarlimi va sizga yoqadimi agarda Rossiya Federatsiyasi patentni 10 yillik qilib qo'ysa? O'ylaymizki, bizni Rossiyadan kuzatayotganlar bor, Rossiyadan voz kechib o'z yurtiga kelganlar ham bor. Fikrlarni albatta kommentarda yozib qoldirishadi. Aziz obunachilar, video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.